Benim ismim Recep Rakat. Ben 2011 yıldan itibaren Gollandiyada yaşayatıma. Bir yılga yaqin bo'lib qoldi. Ben apam bilan hech qanday aloqalashmayman. Apamning ismi Abiban Mehmet. Bu yil 61 yoshga kirdi. Jazo lagerida ya o'lib ketdimi, hech qanday xabar yo'q bugunga qadar. Bu Yevropa ülkeleri hem Amerika'nınki yordami bilan shu Birlashgan Davlatlar bo'lsin, Yevropa birligi bo'lsin, lagerni taqib etishiga, shu begona fuqarolarniki shu lagerlardan chiqib, burungi asli holatiga qaytib kelishini umid qilaman. Mening ismim Amina Şemşidin, yurtim Turpan viloyati Pichan nahiyasi, Pichan bozoridan. Men bu video orqali apam Asiya Vahab va akam Ablay Şemşidinning ahvolidan guvohlik bermoqchi. Apam Asiya Vahab 60 yoshga yaqinlashdi. Apam 2017-yil 10-oyning oxirlarida saqchilar tarafidan uydan elib ketilgan, sabab eskartilmagan. Shundan buyon apam bilan qat'iy aloqam bo'lmadi. Men hozir apamning lagerdimi yoki turmidimi va yoki qandaq ahvolda buningdan hech qanday ma'lumotim yo'q. Apamning bu ahvoli mening bu yerdagi o'rganish xizmat va turmushimga zo'r darajada pasiv ta'sirlarni ko'rsatdi. Apamning salomatligi yaxshi emas edi. Men apamning lagerlarda qiyin qistoqlarga uchragan bo'lishidan bekma ansirayman. Shunga Xitoy doiralarining apamning oxirgi hayotida o'zining ko'psida o'lishiga ruxsat qilishini talab qilaman. İkinci bu guvohlik berdiğim akam Ablay Şemşidin, birden bir qarindishim. Akam bilan 2017-yili 8-oylar atrofida qancha undaqlar aloqam botdi. Shu 2017-yil 8-oydan boshlab bu aloqamizmi uzilib qolgandan buyon toki hozir 1,5 yilga yaqinlab qoldi. Akamning ahvolidan hech qanday ma'lumotim yo'q. Ruh tuqqanlarimizga igi chiqayli qarindoshlar. Xitoy doiralarining maqsadi Əməyləngə aşkar bo'ldi. Yəni qaçan uyğunumuzni aşmaymiz. Əgər bizning urug' tuqqanlarimiz, ota-ona qarindoshlarimiz shu lagerlarda qiyin qistoqlar o'lib ketib qolsa, shu xabar sizga yetgan chaqda ota-onangiz uchun, urug' tuqqan do'stlaringiz, birodarlaringiz uchun erkin dunyoda turibmi, oyig'an bir eg'iz zuvoningiz uchun siz o'lgicha hasrat tortasiz. Bu bir haqiqat. O'zingizning oilasi va millatingiz, o'zingizning zamin tuprog'i uchun başqa ish qilamsizmi, zulmni pash qilib bir eg'iz ovoz chiqarib qo'ying.